Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun xudo xolasa 15 kundan oshiq muolajamizning effekt natijalari. Xo'p, har kuni kunora qatnab olinyapti, muolaja qilinyapti. Ham konservativ, ham kosmetologik muolaja. Yuz uchun maxsus ishlanyapti. Mana yigitimiz uchun, ayol kishilar bo'lsa ham mayli, yigitimiz uchun ishlov beryapmiz hozir. Xo'p. Mashhur o'sha fotomaskamiz. Har kuni ish davomida qilinadigan jarayon. Plazma lifting muolajasi 2 marta olindi. Qo'shimchasiga muolajalarim qilib borilyapti. Xo'p. Labik. Plazma qildingiz. Shundan keyin bitta bilindan oq dog'lar bor edi. Bitta yo'qolib ketdi. Plazmamiz qilganimizda natijasi o'zingizga sezildi. Sразу ham rang tiniqlashib, Yuzingizdagi dog'lar, holatlar ancha